Braziliyalik sehrgar Ronaldinho Gaucho haqida siz bilmagan faktlar. Aytishimizdan oldin sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Gaucho bolaligidan barmog'ini so'rardi va bu old tishlarini tashqariga qarab o'sishiga olib kelgan. Shu sabab uni so'yloq deyishardi. Ammo so'yloq tish laqabi bilan ko'proq boshqa vatandoshi Ronaldoni aytishardi, chunki uning tishlari ham oldinga bo'rtib chiqqan edi. Ronaldinho burun orqali nafas ola olmasdi va doimiy gipoksiyadan aziyat chekardi. Bu mushaklar yetarli kislorod bilan ta'minlanmasligiga olib kelardi hamda tez charchab qolardi. Kechalari insult va o'lim xavfi bo'lgan apnoedan qochish uchun briket taqardi. Bu haqida uning o'zi shunday deydi: "Bolaligimda tishlarim tufayli doim masxara qilishardi. Men xafa bo'lardim va g'azablanardim. Ammo vaqt o'tishi bilan buni qabul qildim va hammadan zo'r bo'lib tishlarim mening tashrif qog'ozimga aylangan degan qarorga keldim." 2013-yilda Ronaldinho milk plastikasi uchun 50 ming euro sarf qiladi. Tishlari tuzaldi, ammo endi uning o'ziga xos ko'rinishi yo'q edi. Uning gol nishonlashi ham ajoyib. Darvoza oldida kulib, bosh va kichkina barmoqlarini silkitib nishonlardi. Bu uslub shunchalik mashhur bo'ldiki, 2000-yillarda bu qo'l harakati penoplastdan yasalib, Barsa klub do'konlarida sotilardi. Nike Ronaldinho bilan reklama roligi suratga oladi va o'sha video YouTube tarixida ilk million prosmotr oladi. Videoda u to'p bilan jonglyor qiladi va jarimadan yerga tushirmay, ketma-ket 4 marta to'singa tekkizadi. Afsuski, Nike keyinchalik buning montaj ekanligini ham tan olgan.